Assalomu alaykum hammaga. Mana xudo xolasa biz Buxoroga yetib keldik. Yuklarimiz ham yetib kelibdi. Bochkamiz to'la aborduniya. Xudo xolasa mana stashkalar bo'lgan. Elektriklar to'kib tushirishyapti. Shu joyda xudo xolasa gazoblok liniya quriladi. Bu yerga mana sement silos mana bochkani o'rni bilan qumga lenta, transportyon lentani o'rniga bino qilishgan. Bu yog'i mana plashatka ketgan. 12 metrga 40 metrmi bo'pti o'pshi. Mana stashkani qancha quygan bular? 12 bor. 12 cm qilishgan stashkani. Tekis plashatka berishyapti. Svet tushirib berishyapti u chekkaga, bu chekkaga bitta tochka berishadi. Suv qilib berishgan, mana suvni olib kelib qo'yishgan mana bu joyga, o'rtaga chiqazib, katyollar uchun. Xullas mana shu holatda qilib berishadi, qolganini qabul qilib olishadi, xohlasa.